Assalomu alaykum hammangizga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun to'y marosimlari uchun tayyorlanadigan barakali shirinliklardan birini tayyorlaymiz. Tipratikan pirojnisi. Ko'pchilik yoshiki deb aytishadi ham. Bundan oldingi videoyimda qatiqlik pirog tayyorlagan edim. Xuddi mana shu pirogdan endi shunaqa pirojnilar tayyorlab olamiz. Xohlasangiz shunaqayin dumaloq shaklda kesib olishingiz mumkin yoki pichoq bilan to'rtburchak qilib kesib olsak ham bo'ladi. Manda hammasi mana shuncha bo'lib chiqdi va uchtasini men yana bir chetga olib qo'ydim lalichamga sig'magani uchun. Chetidan ortib qolganlarini va qog'ozga yopishganlarini shunday ajratib olib, qirg'ichni katta tishidan o'tkazib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi bularni bir chetga olib qo'yib, kremimizni tayyorlab olamiz. Kremimiz uchun xona haroratida yumshatilgan 200 gram sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog'ni oppoq bo'lgunicha mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Endi bu yerga bir osh qoshiqdan varyonni zgushonka soldim men. Oddiy zgushonka ishlatsa ham bo'ladi. Boshida bir osh qoshiqdan soldim. Aralashtirishda davom etamiz toki silliq holatga kelgunicha. Zgushonkamiz ham xona haroratida turgan bo'lishi kerak. Shunda krem silliqqina va chiroyli ko'rinishda bo'lib chiqadi. Boshida bir osh qoshiqdan soldim, oxirida yarim bonkani hammasini sovurib, aralashtirib oldim. Kremimiz tayyor bo'ldi. Xuddi mana shunaqa bo'lishi kerak. Endi har bitta pirojnimizni o'rtasini shunday ajratib olamiz. Oxirgacha ajratish shart emas. Ichiga taxminan bir osh qoshiqdan krem qo'yib, yonlarini kremlab olamiz. Hammasini mana shunday qilib olishimiz kerak bo'ladi. Agar yanada ko'proq pirojni chiqishini xohlasangiz, unda yana kichikroq stakan bilan kesib olishingiz kerak bo'ladi. Meni qolipimda diametri 6,5 sm edi, ozgina kattaroq bo'lib chiqdi pirojnilari. Hammasini mana shunday qilib kremlab olamiz. Ba'zida bir xil pirojnilarimiz yarimi ishib, yarimi ishmay qolganlari bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib beraman. Mana bir tarafi ishgan, bir tarafi ishmagan. Ana shu ishmagan joyini kesib, o'sha joyga krem qo'yamiz. Shunda bir tekis bo'lib, bir tekisda ko'rinishi bir tekisda bo'ladi. Uzr. Va buni ham yonlarini kremlab olamiz. Mana endi hammasini ustiga bir osh qoshiqdan krem qo'ydim va kremlab oldim. Juda berilib, tekislab kremlab olganim yo'q. Baribir ustiga ushoqlar sepiladi, ko'rinmay qoladi bular. Hammasini kremlab olganimizdan keyin endi har biriga mana shunday qilib urvoqlaridan sepib chiqamiz. Ozgina qo'limiz bilan bostirib olishimiz kerak, to'kilib ketmasligi uchun. Yengil-yengil qilib shunday bostirib olamiz. Mana hammasi tayyor bo'ldi. Menda ozgina kremim ortib qoldi. Ustiga mana shunday qilib gul chiqarib chiqdi. Bezak berish o'z xohishingizga ko'ra. Xohlasangiz kakao yoki shakar upasi, yong'oqlar sepib bezak berishingiz mumkin. Men 3 xil usulda ko'rsatib berdim. Bu juda oson usullardan biri. Bunisiga yong'oq qo'yib chiqdim, maydalangan yong'oq. Pirojnilarimiz tayyor bo'ldi. Propitka qilish shart emas, o'zi yumshoqqina, mazali bo'lib chiqadi. Ichlari ham juda mayin bo'lib chiqadi. Tavsiya qilaman tayyorlab ko'rishingizni. Hammangizga yoqimli ishtaha, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.